Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun navbatdagi operatsiyamizni tugatdik. Bu bemorimizda adenoid vegetatsiyasi, burun to'sig'i qiyshiqligi va bo'shliqlarni yopilish giperplaziya diagnozi bilan operatsiya qilindi. Adenoid vegetatsiya olib tashlandi. Burun to'siq to'g'irlandi va burun yondosh bo'shliqlarini ochib, ventilyatsiyani yaxshiladi. Operatsiyadan keyin bu bemorimizda burundan nafas olish yaxshilanadi, bosh og'riqlari yo'qoladi, tez kasal bo'lish alomatlari, burun bitish narsalari hammasi yo'qoladi.